Do'stlar, hammaga salom. 27-iyun shanba kuni Ozarbayjon Bakuda Nursulton Ro'ziboyev UFC'dagi navbatdagi jangini o'tkazadi. Uning raqibi rossiyalik Andrey Pulyayev. Aynan shu kartda Shara Bullet, Abus Magomedov, Rafael Fiziyev va ko'plab zo'r jangchilar jang qilishadi. Bugun barcha jangchilar face to face da qatnashdilar. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Jang shanba kuni soat 18:00 da start oladi. Nursulton jangi taxminan 7 va 8 oralig'ida bo'ladi. Barcha janglarni biz bilan birga HD kачествоda ko'rishingiz mumkin. Описаниеda silka bor, shu silkaga o'tinglar va Telegram kanalida janglarni biz bilan jonli efir tomosha qiling. Do'stlar, bugun Aslamjon Ortiqov va Asadulla Imongazaliyev jangi bo'ldi. Afsuski, hamyurtimiz yaxshi jang qilsa ham g'alabani raqibga berib yuborishdi. Shu jangni ham ko'pchilik so'radi. To'liq jangni Telegramda ko'rishingiz mumkin. Telegramga yuklab qo'ydim. Mehnatimiz uchun videoga like bosing, kommentni O'zbekiston bayroqlari bilan to'ldiring. Iyunda Nursulton Ro'ziboyev, iyulda Ramazan Temirov va avgustda Bogdan Guskov jang qilishadi. Barcha jangchilarning jonli efir jangini to'liq ko'rish uchun bizga obuna bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling do'stlar, kommentda aktiv bo'ling.